أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Usuli Abul Barakat An-Nasafi rahimahullah yazgan Al-Manar, yani Manarul Anvar namlıq usul metin kitabının şerhisi, yani Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar degan şu kitap geldi. Bu kitabның yani xas bölümedeki Hanefilerge, Ahnaflerge kelgen İmam Şafii rahimahullah ve onun başka tarafından kelgen iki itiraz ve o itirazın cevabı diye kelip toxtağanıdık ve müşahidini başlayımız. Biz aldığımız ders təminlərini məlumluq xas degen ma'lum bo'lgan, maxsus bo'lgan bir narsaga alal infirad, yolg'izlik holatda qo'yilgan bir so'zdir. Buning hukmi nima desa bu o'zi oshkora, qayta bayon qilinishiga ehtiyoj yo'q. Undan keyindan o'zining bo'lakini maxsus, ya'ni qat'iy shaklda o'ziga oladi. Maxsusni, xoslangan bo'lakni qat'iy shaklda o'ziga oladi. Uning ustiga hech qanday bir narsa ziyoda qilib bo'lmaydi. Qur'onning bo'lgan xosqa hadisden yoki qiyos degandeklardan uni ustiga biraz qo'shqili, qatqili bo'lmaydi degan mazmunda so'zlab 3 tane 4 hukmni so'zlagan edi. 4 tane tarmoq shu xosni hukmidan kelib chiqqan 4 masalani so'zlab bu masaladagi Şafii mazhabidagi qarindoshlarimizdagi shu masaladagi tutgan hukmining botil ekanligini hisoblab chiqqan degan. Yabtul, batal deb hammasini botil qilib chiqqan edi. Endi bugungi ikki itirazga javob berib chiqamiz. Faqal Musannif rahimahullah dedi, yani Abul Barakat An-Nasafi rahimahullah dedi ki ve muhalliliyetu zavci thani bi hadithil usaylati la bi qavlihi hatta tenkiha zavcan gayrahu. Endi bu yerki mavvav atfüştün emas. Beştiki ve batala degenge atf emas. Bu nima? Xuddi cümle istinafli şekilde, lekin bu cümle itiradı. Vav lil i'tirad. Yani cümleye kıstırma cümle bir ikisi. Cümle kıstırma cümle şunu keltirib qo'ydi. Yani ikkinchi erning muhallil ekanligi, yani ikkinchi erning ayol kishini birinchi erga halol qilib berguchi ekanligi bi hadisil Usayla. Usayla hadisi bilandir. Rifa'at al-Quradi'nin rivayet qilgan Usayla hadisi tuandikilidir. Usayla hadisi bilandir. La bi qavlihi, yani Allah azze ve celle'niki hatta tenkiha zavcan gayrahu degan Qur'on Karimdagi agar er kishi ayolini 2 taloq qilib bo'lgandan keyin, at-taloq maratandan keyin yana bir qadam taloq qilsa, yani 3 taloq bo'lgan vaqtida bu ayol avvalgi eriga u ayol toki başka bir avvalgi erdan başka bir erga tegmaguncha, nikohlanmaguncha nima halol bo'lmaydi degan bu qavli bilan emas, ikkinchi erniki tahlil qiluvchi ekanligi balki Usayla hadisi bilan doğru. Bunun tafsiloti nima desa aldırmay turinglar, tuvandikilarimiz deydi. Ve huwa, mana bu musannifning bu qavli bo'lsa cavabu sualin muqaddarin yaridu alayna min janibi Şafii rahimahullah. Mana bu musannif rahimahullahning bu qavli, yani bizga Şafii rahimahullah tarafdan keladigan taqdir qilingan bir savolning javobidir. Ve taqrirus sual, bu savolning taqriri, yani bu savolning bayonati. Bu savolning bayonati degan gap dokulat degan gap endi. Yani yazma, dokulat degandek bu savolniki nimasi asli mundaq. La budda fihi min temhidi muqaddima. Biz bu savolni bayon qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bu savol haqida bir muqaddima tayyorlab chiqishimiz kerak. Bir muqaddima, yani baştan söyleş gerek.
Bunu kosli Molla Ahmet Kabbal'ın da kap otturdun söz degan bilan bunu biz tushundirmaymiz bu savolni. Bu savolni tushundirish uchun bir boshdan so'zlab ketishimiz kerak. Va hiya bu masala bo'lsa anna az-zawja in tallaqa imra'atahu thalathan. Yani shuki bu savolning bayonoti shuki er kishi ayolini yani zavj degan eri degan gap eri ayolini 3 talaq qilsa ve nekahat zavjan akhar ve ayali yani başka bir erge nikahlansa thumma tallaqaha az-zawju ath-thani ondan keyin bu ayolni ikkinchi eri talaq qilsa ve nekahaha az-zawju al-awwal am bu ayolni birinchi eri nikohiga qayta olsa yamliku az-zawju al-awwalu marratan ukhra thalatha tatliqatin mustaqillatan bil ittifaq birinchi er avvalgi eri yana nikoh bu ayol nikoh qilishdan birga mustaqil bo'lgan yana boshqadan yangidan 3 taloq qilish huquqiga ega bo'ladi. Bil ittifoq. Şafiylarning va Hanafilarning o'rtasida bil ittifoq, amalan bil ittifoq. Ya'ni masalan tushundingmi, ha? Demak, yana boshqadan 3 taloq qila oladi. Boshqadan 3 taloq qila oladi. Endi masala bu yerda emas, tamom bil ittifoq. Xo'sh, ammo va in talaqa, ammo va in talaqa ma yangi jumla ha, ma bu istinaf, ya'ni ma yangi jumla buni 5 bilan bog'lamaysizlar. 5 gap tugadi xolos. Ammo yangi gap. Va in talaqa imra'atahu agar eri ayolini ma duna thalas 3 talaqdan tuvan talaq qilsa, masalan min vahida bir talaqdan iborat yoki 2 talaqdan iborat, masalan bir talaq qilsa yoki 2 talaq qilsa va nakahat zawjan akhar bu ayol yana bir erga tegsa ثم طلقها الزوج الثاني ondan keyin bu ayolni ikkinchi eri taloq qilsa va u ayol birinchi eriga avvalgi eriga tegsa xo'sh masala bir şey chiqdi. فعند محمد رحمه الله والشافعي رحمه الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحد. İmam Muhammed ve İmam Şafii rahimahullah'ın mezheplerinde birinci er şu vaqtida aşu ma baqiya min al-ithnayn ahliqi ikki qolib qolgan ikki taloqdan yoki bir taloqdan qolib qolganiga bo'ladi. Ya'ni in talaqaha sabiqan wahid agar ilgari avvalgi eri bu ayolni ilgari bir taloq avval bir taloq qilgan bo'lsa fayamlikul an bu er hozir bu ayolni yana qayta ikki taloq qilish huquqi bor. Ve tesiru mughallada agar ikki taloq qilsa tesiru mughallada degan yani hurma mughallada bo'ladi. Ya'ni yarasham takib bilak bir ay tegmaguncha bo'lishamaydigan nimaga hurma mughallazaga aylanadi. Yani qat qaramliqqa aylanadi. Ve in tallaqaha sabiqan ithnayni agar bu er u ayolni ilgari ikki taloq qilgan bo'lsa yamlikul an bu er hozir bu ayolni bir taloq qilishga ega bo'ladi. La g'ayr, boshqasi emas. Faqat bir taloq qila oladi. Bir taloqdan keyin nima bo'ladi? Bu bir taloq qilishdan birga taslim mughallada, ya'ni 3 taloq qilib keladi. 3 taloq bo'lib ketadi. Xo'sh, ammo masala bu. Endi İmam Abi Hanife ve Abi Yusuf rahimahullohning mazhablarida shu desa, xo'sh. Ve inde Abi Hanife ve Abi Yusuf rahimahumullah. Xo'sh. Endi Abi Hanife ve Abi Yusuf rahimahumullohlarning ko'z qarashida yamliku az-zawjul awwal birinci er ay yutalliqaha thalathan. Yani bu avvalgi eri bu ayolni yana 3 qitim taloq qilish huquqiga ega bo'ladi. Demak, buni yani yangidan yep-yangi 3 taloq qilish huquqi bor. Bir taloq qilishdan yani bayin taloq bo'lib ketmaydi, 3 taloq bo'lib ketmaydi u. Uni yani yep-yangi 3 taloq qilish huquqi bo'ladi. Va yakunu ma mada ilgari o'tgan taloqi bo'lsa menat talqati bir taloq qilish va talqatayn 2 taloq qilish va talqat va taloq 3 taloq qilishdan taloqlar ilgari o'tgan taloqlari yani hadim hammasi yiqilib ketadi degan nikoh bo'lib ketadi. Fa'tarada alayhi Şafii rahimahullah. Nimish qal li'anna az-zawj ath-thani chunki ilgari qilgan bir taloq va 2 taloqi bagaj bo'lib ketadi. Çünkü az-zawj ath-thani ikinci er
yekunu muhallilen iyyaha. Yani o ayalni birinci erge yına halallık bilen halallap bildiğin muhallil buludu. Halal qilib bergüchi buludu. Halallap bergüchi buludu. Halallap bergandiki bu ying halallandı, xuddi ying olgandek bo'ldi. Ve yenhedimu ma mada min at-talqati ve talqatayni ve talqat. İlgi kötep ketken bir talak, iki talaklar hemisi birkaç bulup ketedi o. Hoş, hem şunu olan İmam-ı Şafii rahimehullah bunda deseniz emisi bununla bizim itirazımız var. Dep tüvendik itirazını keltirdi. Hem de İmam-ı Şafii rahimehullah biz ahnaflağa şunda bir itiraz bildirdi ki bi ennel mutemesseke fi hadal bab. Bu babdaki mutemessek yani delilimiz bizden çın tutup esilinadigan delilimiz huve kavluhu Teala. Bu olsa Allah Teala'nın فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ hatta tenkiha zevcen gayrah diyen kavludur. Yani bizden bu babdaki esildığan yerimiz eğer o ayalını üçüncü talakını kılsa fela tehillu bu ayal o erge üçüncü talakını kılıp boğandın keyin o ayal ta ki başka bir erge tegimi götçe halal bulmaydı diyen muşu Allah Teala'nın kavlinden aldık biz. Bizdeki yukarıdaki delilimiz ne? Yukarıda sözde bitken delilimiz ne? Yukarıda sözde bitken hükmümüz ne? Şu ayetten aldık. Kan da aldık biz tefsilatındayız. Bir ki ve kelimetu hatta müşahedeki hatta tenkiha zevcen gayrahu diye ayetteki hatta diyen söz lebzun khassun. Bu has bir lafzıdır. Bir yerde şunu bile olayımız ki has lafız diyen kim biz has diyen fakat isimga yoki fiil qilgan emas, xos emas. Balki harflarga xos. Anladın? Çünkü isim bir lafız. Fiil bir lafız. Nima o? Harf bir lafız. Hatta bir kelime, isim bir kelime, harf bir kelime, fiil bir kelime. Demek xos degan ba'zida isimlarda bo'ladi, ba'zida mesela salat degandek mesela ayollar üç hayız salatete kuru degandiki salata xos isimdan bo'lgan xos dedikmi? Masalan farka'u vasjudu degandiki xos nimadan bo'lgan xos dedik? Fiildan bo'lgan xos. Endi bugungi so'zgan xosimiz-chi harfdan bo'lgan xos. Shuni anlamı şu har bir so'zlarniki harflarning ma'nolariga sal qarmaslik lozim. Hatta degan bu bir xos. Nima jihatdan xos desa ve kelimetu hatta diyen kelime lafzun khasun khas bir lafzudur ki vudi'a li ma'nel gayeti ve nihaye. Yani gayet ve nihayet diyen ma'nosini qo'yilgan bir xas lafzudur. Gayet deganga bilasini chekiga yetkazish, oxirlashtirish. Yani bilasini oxirini bildirdi. Hatta kelsa bilasining g'oyasini, oxirini bildirdi. Oxirlashganligini bildirdi. Yani fayufham anda bo'lgandan yufhamu enne şu düşünülüdü ki bu hatta diyen kelimeden enne nikahaz zevces thani ikinci erinin nikahı gayetun lil hurmetil galizatis sabiteti bit talqatis salas. Yani ikinci erinin nikahı yani bu ayağının ikinci erbilen nikahlanışı gayedur. Demek üç talak bilen sabit boğan hurme galiza. Yani qattiq haramlıkның gayesi ne geçken? Bu ayalının ikinci ay bilen öyleniş, nikahlanish. Bu ayal ikinci ayal bilen nikahlan bu ayal tam mutallaqa bo'lgan, talaq qilingan ayal ikinci ay bilen nikahlandı mı? Buniki aşı birinci er talaq qilib tushgan hurma. Üç talaq bilen tushgan nima? Hurma galiza, qattiq ashaddiy haramlab ketish. Yol chiqmaslikdan iborat bu haramlık tügedi, xalas. Bir şey gidecek. Yani hatta nemini bildirdi bizge? Yani gayetini bildirdi. Gaye, hatta'nın gayeti qasi yani nikahuz zevcet thani. Biz indana fi gaye mugayya. Bizde gaye deb bir narsa bor, mugayya deb bir narsa bor. Mugayya degan boshlanish nuqtasi. Gaye degan-chi oxirlash nuqtasi. Hatta'niki gayesi qasi ikinci ayol kishiniki ikinci er bilan öğlenişi, nikahlanışı gaye. Başlanışçı o haramlık. Yani üç talak olan bulab,
Üç talak bilen düşken haramlık nima? Bu mugayya. Tushundingmi? Üç talak bilen düşken haramlık mugayya. Bu haramlıkning tugishicha oxirlashchi nima? G'oya. Mushuni hatta bizga ifodalab berdi. Tushundingmi? Bilib oling. Va la ta'sira lil g'oyati fima ba'daha. Endi uningdan keyingi yana üç talak bilan sabit bo'lgan qattiq haromlikdan keyingi va la ta'sira lil g'oyati fima ba'daha degan shu üç talak bilan sabit bo'lgan qattiq haromlikdan keyingi g'oyaga hech bir ta'sir yo'qdir. Ta'sir ko'rsatmaydi. Bunda degani, ya'ni hatta nimani bildirdi bizga? Ya'ni mug'ayya nima ekan? Haromlik. Harom bo'ldi. Hatta shu haromlik tugidi deganni bildi xolos. Haromlik tugidi deganni bildirdi, undan boshqa ma'no bildirmaydi. Agar undan boshqa haromlik tugidi va ikkinchi bir avvalgi yerini ya'ni yangidan halol qildi degan ma'noni bildirmaydi. Agar bu ma'noni biz qatsak, Qur'ondan bo'lgan xasqa qatgan bo'lamiz, ziyoda qilgan bo'lamiz. Az-ziyadatu alal kitob la yajuz. Deb İmam Şafii bizga o'zimizning dalili bilan o'zimizning dalili bilan o'zimizga nima bildiryapti? İtiroz bildiryapti. Sizlar shunda deysizlar, sizlarning qoidalar uchun bunday bo'lish kerak. Deyapti. Falam yufham anna ba'da an-nikahi yahdusu hillun jadidun liz-zawj al-awwal. Ya'ni nikahdan keyin, tamam, bu nikahni bo'ldi, bir ikkinchi ayga nikah tegishi hattoning nimasi bo'ldi? G'oyasi bo'ldi. Hattoning g'oyasi bo'ldi. Bu g'oya tugab bo'ldi. Undan keyin ish yo'q endi. Mushu ya'ni g'oyadan keyin gap yo'q. G'oya o'zining keyingi narsaga ta'sir ko'rsatmaydi bu g'oya. O'zining keyingi narsaga ta'sir ko'rsatmaydi degani va la ta'sira lil g'oyati fima ba'daha degan gapning ma'nosini tushunib turadi. Ya'ni nikahdan keyin bu ayol kishi ikkinchi ayga nikohni bo'lgandan keyin yahdusu hillun jadidun liz-zawjil awwal. Birinchi ayga yangi halollik paydo bo'ladi degan gap tushunilmaydi. Chunki gap bo'ldi. Halol ya'ni haromlik tugidi degan gap bilan tugidi, xolos. Yangi halollik paydo bo'ldi degan gap yo'q. Haromlik tugidi bas. Fa fi hada, mana buningda, ya'ni yangi halollik, yangi bir halollik paydo bo'ldi degan gapni qilishda ibtalu mujabil khas alladhi huwa hatta degan xosning taqazzosi, talabini botil qilib o'tish bordir. Uni talabi nima? Mushg'anam degan gap. Hatta degan xos. Xos bo'lgandan mushg'anam, ya'ni faqat haromlik tugaydi. Ya'ni bu ayol ikkinchi ayga tegdimi, avvalgi er bilan bo'lisha oladi. Avvalgi er bilan bo'lisha oladi, haromlik tugaydi. Lekin yangi halollik yana yangidan üç talaq qilish huquqi paydo bo'ladi degan gap yo'q bu yerda. Hatto ular tugadi deydi. فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغيّة وهو الطلقات الثلاث. أمده ikinci er فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغيّة. مغيّة tepilgan narsada ikinci er muhallil bo'lmagandan keyin mug'ayya degan nima bu yerda? Mug'ayya degan 3 taloq. Ya'ni mug'ayya deganimiz nima? 3 taloq bilan tushgan haromlik, qattiq hurma g'aliza nima mug'ayya bu yerda. Endi ikkinchi er 3 taloq bilan shu mug'ayya tepilgan, ya'ni 3 taloq tepilgan narsada muhallil bo'lmagandan keyin fa fi ma lam yujadil mug'ayya tepilmagan narsada va huwa maduna thalath bo'lsa 3 taloqdan tuvan narsa. Ya'ni أولى ألا يكون محللا. ففيما لم يوجد المغيّة وهو ما دون الثلاث أولى ألا يكون محللا. يعني اشترك تشكن الناس ده. اشترك تشكت كان شكل ده مغيّة ده مثلا. محلل بمغاندكين حتى دكان خاصة تقزاز موجب ويجا. محلل بمغاندكين اشترك شميجان شكل ده شو. مغيّة بالمغاندكين اشترك شميجان بيتلاق اشترك بغان شكل ده. وهو ما دون الثلاث يعني اشتركتن توان شكل هذا أولى ألا يكون محللا. ونو محلل بمسخة تخم بطريق أولى شندق بالإشكال. فلا يكون الزوج الثاني محللا. عند عندكين إشكن جار بو أيال قبلن جارجا بحل جديد كان برجينا حلال قلنا حلال خبردغان نبومايدو محلل بومايدو حلال خبرج بومايدو. دب مشد ما مشافي رحمه الله بزجا yüzümüzden خاص diyen ma'nosi oshkora, uni bir bayon qilishniki
ehtimoli yo'q, xos o'zining bo'ligini qat'iy shaklda, xoslangan bo'ligini qat'iy shaklda o'z ichiga oladi. Qat'iy shaklda o'z ichiga oladi degan bu qoidamiz bo'yicha bizga shu hukmni ishlatib turib, bizga nima keltirdi? E'tiroz bildirdi. Qarasa bu nihoyatda o'rinliq, yo'lliqdek turadi. Bunga fayaqul musannif rahimahulloh. Musannif rahimahulloh Abi Hanifa rahimahulloh tarafidan turib javob berib, buni qavllarni keltirdi. Xo'sh. فيقول المصنف رحمه الله في جوابه من جانب أبي حنيفة رحمه الله. المصنف رحمه الله يعني أبو البركات النسفي رحمه الله o'ziniki Abi Hanifa rahimahulloh tarafidan bergan javobi haqida mundaq deydi. Javobida mundaq deydi. Anna كون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول إنما نثبته بحديث العسيلة. Endi ikkinchi erning bu ayolni birinchi erga halollab berguchi bo'lishi degan bu hukmni biz innama nuthbituhu buni Usayla hadisi bilan sabit qilamiz. Usayla hadisi bilan sabit qilamiz. Buni Alloh taolaniki hatta tankiha zawjan g'ayrah degan qavlini olmadik biz bu hukmimizni. Balki Usayla hadisi bilan sabit qildik. La bi qawlihi hatta tankiha kama za'amtum. Sizlar gumon qilganlaridek hatta tankiha degan qavli bilan olmadik buni. Va bayanuhu bu masalaning bayoni anna imra'ata rifa'ata al-Quradi degan sahabining ayoli ja'at ila Rasulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'i keldi. Kelib faqalat mundaq dedi. Inna rifa'ata tallaqani thalathan. Rifa'a min Rasululloh 3 taloq qildi. Fanakahtu bi Abdurrahman ibn Zabir. Men Abdurrahman ibn Zabir radhiyallohu anhu bilan o'ylandim. Fama wajadtuhu illa kahudbati thawbi hada. Men uni faqatlam mening mush kiyimning chuchisideklam topdim. Ya'ni raxtniki uch tarafidagi chuchalar chiqib turadiganlar, midlab turadigan chuchisideklam topdim. Ta'ni wajadtuhu inninan. Ya'ni demakchi bo'lgani men buni bunda jinsiy iqtidor yo'q holatda topdim. Jinsiy munosabat o'tkazolmaydigan odam ekan. Faqala alayhissalom, payg'ambar alayhissalom bunday dedi. Aturidina an ta'udi ila rifa'ata? Sening rifa'aga yana qaytqing bormi? Ya'ni rifa'a bilan davsa koni ering bilan qaytib bulashqing bormi? deb so'radi. Qalat na'am va ayol ha deb javob berdi. Faqala an-nabiy alayhissalom, payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday dedi. La, yo'q. Hatta tazuqi min usaylatihi va yazuqu huwa min usaylatik. Hatta tazuqi min usaylatihi va yazuqa huwa min usaylatiki. Taki sen uning tatliq narsidan tetimog'icha va u sening tatliq narsaning tetimog'icha degan gap. Ya'ni usayla degan gap asli kishining avrati, farj, zakar va farj lil mar'a va lil rajul. Kishilarning ayol kishiniki avratini usayla deb ataydi. Naytimda adabiy so'zlanadi, adabiy so'z. Nimishqa bu asli usayla degan asalning tasghiri. Asal degan tatliq shirin narsa, asal. Usayla degan ya'ni kichik asal. Kichik asal, ya'ni tatliq asal. Bu kichik asal degan gap hamda ya'ni tatliq asal degan gap. Demak, cho'g'ini bu adabiy tilda ya'ni avratni nima deb ataladi? Ya'ni jinsiy munosabat demakchi hamda. Jinsiy munosabatni ifodalamoqchi bo'lsa, ya'ni usayla ya'ni zavqul usayla deb ataydi. Uni keldi bu yerdagi ya'ni zuq bu yerdagi tazuqi yazuq degan bu so'zni tetish degan gapdan nimani bildiradi? Ya'ni bu yerda nima itmam shart emas. Itmam ya'ni komil jinsiy munosabatni komil qilib, inzal qilib, komil mukammal qilish shart emas. Faqat ya'ni tetsi bo'ldi. Ya'ni xatniga g'oyib bo'lsa bo'ldi. G'usl vojib bo'lgan miqdorda xatniga bilan xatniga uchrashsa, xatniga g'oyib bo'lsa bo'ldi xolos. Ishtigidan gap. Ya'ni usayla degan tasghir shakl, kichikkina degan gap bu yerda. Kichikkina degan ma'nosida usayladan tazuq degan tetish degan gapdan ikkinchisini meni ozliqni va kichiklikni ifoda etadi. Hech bo'lmaganda bir xatniga g'oyib bo'lsa bu hisob bo'ldi. Mukammal qilish shart emas. Bu anchak meqin kelibdi ekan. Ya'ni avval anchak meqin kelmagan ekan.
Hoş emdi fehadel hadithu manın bu şu hadis mesukun li bayani ennehu yushtaratu vat'uz zavci thani ayda. Bu hadis ne bizde mescid efendim ibaretin nas işaretin nas da tuttan nas vardır düşün ama nas diyen ne dese ma siqal kelamu li ecli kalam yani bir söz değilgen asasi maksat ne buludu ibaretin nas buludu. Qo'shimcha maqsadchi ishoratun nas bo'ladi dedikmi? Ikkilamchiga. Endi bu hadis masuqun li bayani annahu yushtaratu yani ikkinchi erning vati qilishi ham shart deganni bayon qilish uchun surilgan. Yani ayol shu talaq qilingan ayolning avvalgi eriga halol bo'lishi uchun ikkinchi er, ayolning nikohlangan ikkinchi erining shu ayolni nima qilishi, vati qilishi şarttır degan ma'noni bayon qilishning asosiy maqsadi shu. Bu hadisning asosiy maqsadi nima? Ya'ni ikkinchi erning birinchi ayolni vati qilish, birinchi erga halol bo'lsin, vati qilishning shart ekanligini bildirish uchundir. Va la yakfi mujarradun nikah. Yani mujarrad nikah yani yalnız nikahlan yetmaydi, kifoya qilmaydi. Yani bu ayolning avvalgi eriga halol bo'lishi uchun yalnız nikohlanish qilmaydi, yetmaydi, kifoya qilmaydi. Kema yufhamu min zahiril ayah. Ayetning zahirini tushunilganda, yani ayetning zahirida hatta tankiha zawjan g'ayrat deganda boshqa bir erga boshqa bir erga nikohlansa ayol kishi halol bo'ladi degandilar, nikohlansa bo'ldi ekan degan gap chiqdi zahir qarasa, lekin bu yerdagi hatta tankiha degandiki, bu yerdagi nikohniki bizdagi mana mazhabda ish qilmaydi. Bir aqd nikoh, yani bir jima. Yani aqd nikohlanib jima qilg'icha degan jima qilg'icha deb ma'no etamiz oyatdan kazavjanga. Buna munosabat o'tkazgicha shu ikkinchi ayol kishi ikkinchi eri bilan nima nikohlanib, tabiiyki nikohlanmaydi, munosabat o'tkazolmaydi, nikohlanib munosabat o'tkazmaguncha avval eriga halol bo'lmaydi degan bu oyatning o'z ma'nosi. Chunki hadisning o'zi shu ma'noni bizga nima qilib beryapti? Shu ma'noni ko'rsatib beryapti. Endi وهذا الحديث مشهور أما حديث مشهور مش حديث نوزن ما حديث العسيلة ده بحديث مشهور حديث شنو نمو عند أول كم مشهور حديث تيجي عندكين بس ده قرآن دم بغان خاص بوسا يعني بالحديث مشهور بوسا حديث مشهور بوسا وخاص نم قلالايدو يعني خاص نستيق زيادة قلالايدو قرآن دم بغان حكمنا نستيق حديث مشهور بوسا زيادة قلالايدو يعني مجملنا bayan qilib bilish uchun ziyoda qila oladi dedik. Bu qoidamiz, mashhur qoida. Va hadal hadis mashhur. Bu hadis mashhurdir. Qabilahu İmam Şafii rahimahullah ham bu hadisni li ajli ishtiratil vat yani shu ikkinchi erning ayol kishini vati qilishi uchun shart qilib mush hadisni İmam Şafii rahimahullah nima qildi? Qabul qildi. Yani Qur'on-i Karimdagi zohirisini olmadi. İmam Şafii ham chuqum ikkinchi er nima shu ayol kishini vati qilish kerak degan hukmni mush hadisni oldi Imom Shafiy o'xshash. Xo'sh. Va ziyadatu bimislihi. Bu hadisni o'xshagan mashhur bo'lgan bunday hadis bilan kitobga ziyoda qilish nima? Jaizun bil ittifoq. Yani Imom Shafiy bizning o'tirimizda bil ittifoq joizdir. Va hadal hadis. Bu hadis kama annahu yadullu ala ishtiratil vat'i bi ibaratin nassi. Yani ibaratin nas bilan vati qilishning shart ekanligiga dalolat qilganidek فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص. إشارة النص بلان ikinci erning muhallil bu ayol kishini birinci erga yangidan halol qilib beradigan muhallil ekanligiga dalolat qiladi. İşaretun nas. Qanday qilib? Desa va zalika. Yani buni mundaq dalolat qilish bo'lsa, ishoratun nas bilan dalolat qilish bo'lsa, li'annahu alayhisalom çünkü payg'ambar alayhisalom qala laha bu ayol mundaq dedi. Aturidina an ta'udi ila rifa'a? Sen Rifa'aga qaytqun bormi? Rifa'a bilan qaytib ulashqun bormi? Yangidan yarashqun bormi dedi. Va lam yaqul Peygamber aturidina an tanti hurmatuki demedi. Yani sizniki Rifa'a bilan buluşanmasdan ibaret haramlık ara qalınıb kelib chiqib ketgan bu haramlık oxirlashishni xohlamsan deb bunda demedi. Balki yangidan bulashqun bormi? Yangidan bulashqun bormi dedi. والعود كلمة عود degan هو الرجوع إلى الحالة الأولى. عود degan gap arab tilida bu ham xos, bu xos. Nimaga qo'yilgan desa,
Yani el-avd degan gap ilgirki holatga qaytish degan gap. Asli ma'nosi avd deganing ilgirki aslidagi holatiga qaytish. U ayolniki aslidagi holati qanday edi? Ayol aslidagi halollik edi. Aslidagi holati nima? Halollik edi. Yani ve fil halatil ula kana al-hillu sabitan laha degan birinchi holatda u ayolga halollik sabit bo'lgan edi. Halollik edi. Ular haram emas edi, bir-biriga haram emas edi avval holatda. Fa iza adatil halatil ula anda avval birinchi holat qaytib kelgan bo'lsa, adal hillu degan gap halollik qaytib keldi. Ve tecaddada bi istiqlalihi degan gap mustaqil holatda yangilandi. Yani aslidagi halollik yanglab keldimi? Aslidagi holat keldi degan gap yani yip yangi pak-pakiz yangi bir daftar ichilib, aslidagi halol bo'lgandagidek halol bo'ldi degan bo'ldi. Ve iza sabata bi hada an-nass amdu mushu nas bilan al-hil degan halollik sabit bo'lsa, fima adama fihi al-hillu degan halollik bo'lmagan narsada ve huwa at-talqatu ath-thalath mutlaqan. Men mushu nas bilan İmam Şafii men mushu narsani qo'llanib turib, 5 ta nimaga bir ittifoq deganmiz. İmam Şafii ham mushu narsani qo'llab turib, yani 3 taloq qilib olsa, ikkinchi erkakga umi taloq qilib olsa, uni keyin 5dagi bilan bo'lsa nima bo'ladi? Yangi halollik bu degani bir ittifoq degandik shundami? Yani fima adama fihi al-hil halollik bo'lmagan narsada sabit bo'lsa bu nas. Ve huwa at-talqatu ath-thalath mutlaqan yani mutlaq 3 taloq. Fa fima kana al-hillu naqisan halollik naqs bo'lgan narsada va huwa maduna ath-thalath 3 taloqdan tuvan narsada awla bi tariqi awla ay yakuna az-zawju ath-thani mutammiman lil-hill an-naqis bi tariqi al-akmal. İkinci er mutammiman lil-hill an-naqis bi tariqi al-akmal degan naqs bo'lgan bu halollikni texim akmal yo'l bilan tamomlovchi bo'lishi nima? Texim avladur. Demek ki onu şuna ama mesela düşünüldü ha. Yani şu talak bulup ketken yolda bir yanı şu talak bulup ketken işine yanıdan bir sayfa açıp pak-pakiza yani yanıda 3 talak kılıç hukuku payda kılan ya da neden bir talak 2 talak adam acip getip bilek erkek onu kendinden ona bulaşsa tabii ki onunla yanıdan 3 talak sayfası içilir. Tabii ki. Bu diyen demek meselelerde veya da şu Peygamber Aleyhisselam'ın sana haramlığın tügüşü demeyi ne mi dedi? Sen avval halden yanmağın bağ mı? Yani rifa'a bilen qayta bulaşqın bağ mı degen yeni halatga yanmağın bağ mı degen bo'ldi. Bu yeni halat jo hech qanday haramlik bo'lmagan, bir talaqni tushmagan holat edi. Shu holatga qaytgan bo'ldi. Qaytgandan keyin tabii 3 talaq bo'lib ketgan holatda qaytib 3 talaq bo'lib ketgan holatda qaytib fakpagiz bo'lgan yerda 3 talaq bo'lmagan, bir talaq 2 talaq bo'lgan holatda tabiiyki nima? Asli holatga qaytadi. Yani 3 talaq bo'lib ketgan holatda asliga qaytib yangidan 3 taloq qilish huquqi bo'lgan yerda 3 taloq qilinmay ajib ketib bilak erkak unga ajib ketgan chaqda tabiiyki yangidan 3 taloq qilish huquqi tabiiyki nima? Bitariq avla paydo bo'ladi deydi. Xo'sh, endi bizga musannif rahimahulloh ikkinchi e'tirozniki bayoniga keldi. وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى جزاء لا بقوله تعالى فقطعوا. Yani emdi mesruk o'g'irlangan maldan ismatning yo'qab batıl bo'lib ketishi, malning saqlanish huquqi, malning hurmati, malning saqlanish huquqining yo'qab ketishi, batıl bo'lishi Alloh taolaning jazaan degan qavlidandir. Jazaan degan qavli sabablikdir. La bi qavli Allah Teala'nın faqta'u degan qavlidan emasdir. Endi ve hada aydan mana bu gap hem cevabu sualin muqaddarin yelidu aleyna min janibi Şafii rahimahullah. İmam Şafii rahimahullah tarafidan bizga keladigan taqdir qilingan bu savolning javobidir bu mu? Ve taqriru suali ha huna bu savolning bayonati bu yerda. Bu yerdagi bu savolniki tafsilati, bayonati hem la budda fihi min temhidi muqaddime. Bunun da hem bir muqaddime tayyorlash kerak. Yani baştan so'zlash kerak masalani, bir az baştan so'zlash kerak. Ve hiya bu muqaddime bo'lsa anna as-sariqa muqaddime bo'lsa shuki sariq o'g'ri idza saraqa shay'an bir narsani o'g'irlasa min ahadin bir odamdan bir narsani o'g'irlasa va quti'a yaduhu fiha bu o'g'rining qo'li mushu o'g'irlik haqida kesilsa şu cinayet sebepli kesilse fa in kana al-masruqu mawjudan agar o'g'irlangan mal o'g'rining qo'lida bar bo'lsa yuraddu ila al-malik degan mal egasiga
bil ittifak kaytırıldı. Şafii'lerin mezhebinde ve Hanefi'lerin mezhebinde okşaş kaytırıldı. Ve in kana halika. Eğer bu mal halak bulup ketken bolsa, yani oğlunun kulda halak bolgan bolsa, fe inde Şafii, İmam Şafii rahimehullah'ın göz karşıda yecibu damanu aleyhi. Yani oğlunun geldiğinde tülem tüleş vacip buludu. Sevaun heleke bi nefsihi ev istehlekehu. Yani o üzü halak ketken bolsa, o mal üzü halak ketken bolsun. Ya ki o mal ne? İşletip halak kılıvatkan bolsun. Okşaş bäribir. Yani oğlu kolu kesileşilen birge o tülemni tüleydi. Ve inde Ebi Hanifete. Ebi Hanife rahimehullah'ın göz karşılığı bolsa la yecibu damanu qattu. Yani tülem asla tülem vacip olmaydı. İlla indel istihlaki fi rivayen. Bir rivayette indel istihlak. Yani eğer işletip halak olgan bolsa tülem tüleydi. Bu tülem tülemeydi bir rivayette. Ama asası zahir rivayeti çoğu asla tülem vacip olmaydı. Yani kulu kesilgen bolsa bunuğa eğer mal onun yanında bolmasa, mal halak bolgan bolsa, o işletip halak bolgan bolsun yoki işletip halak bolgan bolsun, kulu kesildima bunu tülem tüleş vacip olmaydı. Limişqa? Qanday meselesi? Ve zalike bu mesele yani bundak buluşu li'ennehu hine arada as-sariqu as-sariqata. Yani zalike degen daha kaydı ismi işare yani adamu vücubu daman demek şimdi. Adamu vücubu daman degen kaydı. Yani bununki tölem vacip olmaslığı li'ennehu şunun için ki çünkü oğurluk kılışını irade kılgan vaxtıda yebtulu kubeyle sarikati ismetul malil mesruq. Oğurluk kılışını küçükkine aval, azgına aval oğurlangan malının ismeti yukap gidiyordu. Oğurlangan malının ismeti bakaçı bulup gidiyordu. Nedim min yedil malik. Mal ikisinin kuludun batılı bakaçı bulup gidiyordu. Hatta yasiru fi hakkihi min cümleti ma la yutakavvem. Hatta bu mal ikisinin hakkında bu oğurlangan mal budalmaydigan bahası yok bir narsaga aylanıp qoladi. Endi sizlarga bu ismetul mal degan nima degan savol kelish kerak. Nima bu ismetul mal? İsmetul mal degan gap insonda ikki xil narsa bor. Bir malda bir mal egisida musulmonga nisbatan ikki xil narsa bor. Bir isma. Yani biri nima milk. Bir igilik huquqi, yani biri bu malning saqlanish huquqi. Bir igilik malning igilik huquqi kimning mal? Paloninin. Saqlanish huquqichi şu mal şu paloninin bo'lganligi uchun shu milkning kelib chiqadigan huquqi. Şu paloni musulmonning mali bo'lganligi uchun bu malga cheqilish nima harom. Boshqalarning bu malga cheqilishi, yani shariat ruxsat qilmagan xato yo'llar bilan bu malga cheqilish, bu malni tartib elib olish, yeyib olish degan her xil yo'llar bilan malni tartib olish nima? Zulm bilan elib olish, hammasi harom. Mush haromlikning o'zini deb ataladi, isma deb ataladi. Masalan Payg'ambar alayhisalom har qanday odam la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb iymon etsa, uning mendan nimani saqlab qoldi? O'zining melini, jenini saqlab qoldi deydi. Asamu minni nima amwalahum va dima'ahum deb o'qigansizlar. Buxoriyda chiqtashaysiz. La ilaha illalloh deb iymon etgan odam mendan nimani saqlab qoladi? Mallarini, jonlarini saqlab qoladi dedi. Mush nima ekan? Saqlanish huquqi. Buni iymon etgan musulmon bo'lganligi sababli melining saqlanib qolish huquqi. Shuningmi boshqalar chiqilolmaydigan. Mushu haq, mushu huquqni deb ataladi. Isma deb shuningmi? Endi mushu isma huquqi bu mal o'g'irlanishdan kichikkina avval malikning qulidan nimaga bakaç bo'lib ketadi. Malikning qo'lidan chiqayotgandan keyin bu malikniki mel emas xato hukmi bo'lib qoladi-da. Uni malikning hukmi bo'lmagandan keyin uni qo'lidan chiqayotgandan keyin uning mel emas narsaga majbur bo'lgan bo'lmaydi. Uning meli bo'lmagan narsaga uni tülem tülashga bo'lmaydi. Buni sababini tuvanda bir nimishqa uni qo'ldan chiqayotganligini deb biladi. Ve tetahavalu ismetuhu ila Allah. To'xtab qolmaydi, uniki baka yo'qlab ketmaydi. Buning ismati bu malning saqlanish huquqi Alloh taologa o'tkazib ketadi. Alloh taologa o'tkazib ketadi va huwa mustagnin an damanil mal. Alloh taolo malning tülimidan bihojatdir. Ya'ni bunda demakchi o'g'ini demak uniki qo'lidan yo'tkilib Alloh taologa o'tkazib ketadi. Demak Alloh taoloning haqqiga aylanib ketadi ishkiniz. Alloh taolo nima dedi? Agar o'g'il va sariq va sariqatu faqtawa idiyahuma dedi. O'g'il ayolniki qo'liniki sinadimi jazaan bima kasaba.
qilgan ishiga jazo yuzidan jazolash yuzidan qulni kesiladigan ekan Alloh taolaning dedi. Alloh taolaning haqqi qulni kesish. Alloh taolaning haqqi qulni kesish bo'ldi. Unga endi molchu, molni to'lashchu. Molni qaytarib to'lashchu desa Alloh taolo molga ehtiyoji yo'q. Alloh taolo islomning umumiy haq uchun nima qildi? Boshqalarga ibrat bo'lish uchun uni qulni kesishga bo'ladi. Haq tugdi. Molni qaytarish haqqi, mol asli molni degan qaytarish haqqi kimga bo'ladi? Mol egasiga bo'ladi. Mol egasiga bo'ladi. Mol egasiga bo'lsa, mol egasi hozir mol egasining emas. Hozir ismat yo'q. Ismat Alloh taolaning nimasi o'tib ketdi. Bu nanda tomon bo'lgan desa, masalan, bir odam 100 ming ko'y pul o'g'irlagan bo'lsa-mu, quli kesiladi. Agar bir ag'amchining puli siqayotgandek bir ag'amcha, ya'ni 10 dirham deydimda. 10 dirham uchalik bir narsa o'g'irlasa-mu, quli kesiladi. O'ylab nima uchun? Demadi. Asli 100 ming ko'y o'g'ilgan odamniki ma'quli bo'lsa, yoki kesilsa o'g'irladi. An bir ag'amchi chaqirgan odamni bir chamiga kesilsa bo'lgan gap. O'xshash quli kesiladi. Nimishqa? Chunki bu haq bandaning haqqi emas, Allohning haqqi. O'g'irlik qilish oz bo'lsin, cho'ng bo'lsin, o'xshash o'g'irlik jinoyat. Shuning uchun Alloh taolo qattiq yomon ko'rgan bir jinoyatning birisi. Alloh taolaning haqqi bo'lganligi uchun, o'xshash Allohning haqqi bo'lganligi uchun Alloh taolaniki, Alloh taolaning dargohida bir og'amchiniki qimmati bilan bir nimaniki 100 ming ko'yjiq pulning qimmati farqi yo'q Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolaniki nazarida hamma pul mol o'xshash. Demak, o'g'irlik qilish degan bir xatolik qolmaydi. Shuning uchun o'xshash jazoga mubtalo bo'ldi. Az o'g'irlig'inimi, jiq o'g'irlig'inimi. Demak, bu ismat Alloh taolaning ilki degandan gap chiqdi. Demak, Alloh taolaning haqqi ekan bu, Alloh taolaning haqqidan gap chiqdi. Shuni buni quli kesildimi, Alloh taolaning haqqi ado bo'ldi. Uni keyindan bu to'lash bundan bo'lmaydi, vojib bo'lmaydi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mu'min bir tushkun ish qatimcha qilmaydi. Bir tushkun ish qatimcha qilmaydi deb. Yana bir hadisda la yudag'ul mu'minu min juhrin wahidin marratayn degan hadisda bu masalan. Demak, bunga bir necha dalillar bor, mana shu bir necha dalillarni birdan dalillamdi. Endi unda savol kelish kerak. Unda Alloh nima ishga qaytib birdamiz mol o'g'irlangan mol ani endi bobosi qaytirdi, dedinglar. Nima ishga qaytirdi uni desa, va innama yajibu raddu molni qaytirishning vojib bo'lishligi sabab idza kana mavjudan mol bobosi o'g'irlaganda li'annahu lam yabtul mulkuhu, ya'ni milkuhu. Abi ismatda bir narsa milk deb qo'y. Uniki ismati yo'qolib ketgan bilan, inzalat ismat, uni ismati yo'qolib ketgan bilan, molning ismati yo'qolib ketgan bilan, molning egilik huquqi yo'qolib ketmaylik nimadan? Mol egisdan. O'g'irlagan bilan palonining meli u. Ismati yo'qolib ketgan bilan nima yo'qolib ketmadi? Milk yo'qolib ketmadi. Milkiyat, ya'ni egilik huquqi yo'qolib ketgani yo'q. Fali riayati sura, ammo shu suratga rioya qilish uchun dedikki, bi wujubi raddil mal. Malni qaytirishning vojibligini. Agar mol o'g'irlangan mol naqd bo'lsa, malni qaytirish vojib. Vali riayatil ma'na, ismatni yo'qolib ketganligi, ismat Alloh yo'tkilib ketganligi sababdan biz deymizki bi adami damanihi degan buni to'limi yo'q. Agar halok bo'lib ketgan bo'lsa, buni to'lashning o'rni yo'q deydigan gap. Endi İmam Şafii rahimullahning itirozi mishadi keladi mana. Itiroz. Endi İmam Şafii rahimahullah bu hukmga itiroz bildirdi. Nima deb? Bi annal mansusa alayhi fi hadal bab. Bu vaqtdagi nas keltirilgan oyat bo'lsa Alloh taolaning was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabat degan oyatdir. Ya'ni o'g'ri o'g'ri ayol bu ikkisining qo'llarini kesinglar. Bularning qilgan qilmishining jazosi uchun degan oyat. Vel qat'u bi hadiki faqta'u degan so'zdir. Alloh taolaning qo'li. Faqta'u degan so'zidir. Bu vel qat' degan lafzun xossun. Bu lafz xosdir, xos bir lafzdir. Vudi ali ma'nan ma'lum. Ma'lum bo'lgan bir ma'no bo'lgan bir xos bo'lgan lafzdir. Va huwa u xos bo'lgan lafz bo'lsa al-ibanatu anir rusul. Ya'ni qo'lning beg'ichidan kesish. Qo'lning beg'ichidan kesish degan bu ibanatga qat' degan gap. Qo'lning beg'ichidan kesish degan gap. Va la dalalata lahu, ya'ni bu Alloh taolaning faqta'u degan bu qavlida ala tahawwulil ismati anil malik ila Alloh taala. Ismatning molning saqlanish huquqining mol egasidan Alloh taolaga yo'tkilib ketishiga dalolat yo'q. Bu qulni kesinglar degan gapda, faqta'u degan gapning o'zida uningda molning ismat huquqi Alloh taolaga yo'tkilib ketdi degan hech qanday bir dalolat yo'q buningda. Fal qawlu bi butlanil ismati
Ama bu bir butlanil ismi bu ismet batıl bulup ketdi degan gapning o'zi ziyodatun ala xos kitob. Kitobning xos bo'lgan hukmiga ziyoda qilganlik bo'ladi. Hada la yajuz. Deb İmam Şafii biz o'zimizning qoidasi bilan biz o'zimizga e'tiroz bildiryapti. Fa'ajaba al-musannif. Musannif rahimahullah Abi Hanife rahimahullah tarafdan bunda cevap verdi. Hamda Musannif rahimahullah İmam Azam Abu Hanife rahimahullah tarafdan cevap verip dedi ki بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته بقوله تعالى جزاء بما كسبا لا بقوله فاقطعوا. Yani o'g'irlangan malning ismetidan saqlanish huquqining batıl bo'lishi, yo'qolib ketishi, uning mal egasidan yo'qolib ketib Alloh taologa o'tkilishi degan bu hukmni biz Allah Teala'nınki cezaen bima keseba degan kavli bilan isbotlaymiz. Allah Teala'nın faqta'u degan kavli bilan emas, cezaen bima keseba degan bu kavli bilan isbotlaymiz. Beşte men so'zlab o'tdim bu. Va zalika yani bizning mushu cezaen bima keseba degan kavli bilan mal masruqning isbatiniki mal egasidan yo'tkilib Allah Teala'ga yo'tkilishini isbotlashimizning o'zi zalika chaqadi. Anda qilishimiz li'annal jazaa'a idza waqa'a mutlaqan. Jaza qachonki mutlaq holatda voqe bo'lsa, fi ma'radil uqubat degan, ya'ni jazo maydonida mutlaq holatda voqe bo'lsa, mutlaq degani muqayyat emas. Ya'ni muqayyat emas. Muqayyat holatga jaza'an bima kasaba, jaza. Uni qilmishiga jazo yusidan kisinglar dedi mutlaq. Uni bir hech qanday bir muqayyat qayd qo'shmadi. Chunki boshqa oyatlarda qaydlik kelgan nimalar bor. Masalan, yana izahda deydiki mutlaqan degan izahda ihtirazun anil jazai iza zikra muqayyadan, yani jazo qaydlik zikr qilingan degan gapni ihtirozdir. Fa innahu chunki la yalzamu an yakuna yajibu haqqan lillahi ta'ala khalisan. Bu chaqda agar jazo qaydlik zikr qilingan bo'lsa, xolis Allohning haqqi bo'lishi lozim kelmaydi. Ala tara ila qawlihim masalan al-qudu jazaa'u qatl amd. Mesela qisas qasdan o'tirishning jazosi degan gap bor masalan. Fa innahu yajibu masalan qasdan o'tirish qisas qasdan o'tirishning jazosi degan gapda jazolam demay qatl amd degan gapni qetib qo'yganlikdan nima kelib chiqdi? Fa innahu yajibu haqqan lillahi ta'ala. Alloh taolaning haqqi va bandining haqqi degan gap chiqdi deydi. Mana bu shu demakchi o'g'ini jazoam bima kasaba deganda hech qanday qayd yo'q. Mutlaq holatda keldi. Mushu mutlaq jazo maydonida qachon jazo mutlaq holatga kelsa, yuradu bihi ma yajibu haqqan lillahi ta'ala. Buni bilan Alloh taolaning xolis Alloh taolaning haqqiga vojib bo'ladi. Alloh taolaning haqqi vojib bo'lgan narsa iroda qilinadi. Ya'ni bu faqat Allohning haqqi degan. Va inma yakun haqqan lillahi ta'ala. Alloh taolaning xolis Alloh taolaning haqqi bo'lish uchun qanday bo'lish kerak? Idza waqa'atil jinoyatu fi ismatihi va hifzihi. Jinoyat Alloh taolaning ismatida, Alloh taolaning hifzida yuz bersa, shu chaqda xolis Allohning haqqi bo'ladi. Shuni sababdan biz nima dedik? Mal o'g'irlanishdan bir az avval malniki ismat huquqi saqlanish huquqi mal egasining qo'lidan kimga Alloh taolaga o'tkazib ketadi. Mal o'g'irlanishdan bo'ladi. Shunga bu o'g'irlangan mal kimning molini o'g'irlagan bo'ldi bu odam shu ama? Allohning molini o'g'irlagan bo'ldi. Allohning molini o'g'irlagan bo'lib, Alloh taolaga nima Alloh taolaning haqqini olgan bo'ldi bu. Alloh taolaning haqqi bo'ldi endi. Alloh taolo o'zining haqqini oldi bundan. Alloh taolaning haqqini bo'ldi, qulni kesish bo'ldi. Alloh taolo haqda nima demadi? Qulni kesinglar dedi. Nima demadi? Yoki molni to'lab turing degan demadi. Kelmaydi. Va idza kana kezalik, ana ahvol shunday bo'lsa, faqat shuri'a jazaohu jazaan kamila. Buning jazosi kamil jazo deb shariat o'tirib ve huvel qat'u. Kamil jazosi xosdir, kesishdir. Qo'lni kessak, nima qilgan bo'ldi? Kamil jazo bo'lgan bo'ldi. Va la yahtaju ila damanil mal. Malni to'lashga hech bir ehtiyoj qolmaydi. G'oyatuhu, anta xulosatul kalam ifada imarab. G'oyatu degan xulosatul kalam, xolos kalam annahu idza kana al mal mawjudan. Mal o'g'rining qo'lida naqd bor bo'lsa, yuraddu ilayhi. Mal egasiga qaytariladi nima qali ajli suratning jihatidan. Suratning jihatidan degani chunki bizda milk va ismat deb ikki narsa bor. Milk shu mal egasining qo'lida qoladi. Ismat yetkazib ketgan bilan. Shu milk degan shu suratni
nima qilish uchun naq molni egasiga qaytarib beramiz. Vali anna yana xo'sh, ma gapirdim. Endi biri vali anna uni kenidan agar mol naq bo'lmasa nima qildi? To'lam yo'q. Agar mol naq bo'lmasa to'lam yo'q. La damana fi. Endi yana bir ma'na, yana bir dalilimiz bizning. Nemishqa bizga biz qo'lni kasigan ham yetadi deymiz desa vali anna jaza degan so'z yaji'u bi ma'na kafa. Kafa ma'nosida kiradi. Yani jaza degan ma'nosi yani yakfi yajzihi deb yajzihi kaza deb kelsa yani uni bunday kifoya qiladi degan mashhur ma'no. Jaza deganning kafa degan ma'nosi. Bu fayadullu ala anna al-qat'a huwa kafil li hadhihi al-jinaya. Bu jinoyatga qo'lni kesishning o'zi dalolat nima? Qo'lni kesishning o'zi kifoya qiladi deganga dalolat qiladi. Jazo degan so'z. Va la yahtaju ila jazaan akhar. Jazaan bima kasaba degan gapga ya'ni ularning qo'lni kesinglar, uning qo'lni kesganlik, uning qilgan mushuk kesib qilgan jinoyatiga nima kifoya qiladi, yetarlik jazo degan bo'ldi. Yetarlik jazo degan bo'ldi ma'nosi. Va la yahtaju ila jazaan akhar. Yana bir jazoga ehtiyoj yo'q. Hatta yajibat daman degan daman vacip bo'ladi. Daman to'lam vacip bo'ladi. Yana bir jazoga ehtiyoj yo'q. Hada bu nubzun mimma zakartu fi tafsir al-Ahmadi. Tafsir Ahmadi degan kitobimizga qilgan gapimning kichikgina bir qismi. Va kafaka hada. Sizga bu ish yetar. Agar texnik qilman desangiz, tafsirat Ahmadiga boring, ashada kamil yozib qo'ydim deydi. Vaqtim bo'lmasa shuni ko'rsam bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.